shok narx, to'g'risi boshim qisib qoldi u narx eshitib. Menimcha srochni bosib yuboradigan joyi. 2023-yil 55 ming probegida Honda Cruiser'ni aniq bunaqa narxda ko'rmagansiz. Kraska holati kapot bilan kriloda yangi bostirib qo'yganman deyaptilar. 1.3 turbina, benzinda harakatlangan mashina, hech qanaqa metan propan o'rnatilmagan ekan, besqilchoq do'stlari bor. Luklargacha bor, eng fulli, o'rindiqlari ham to'liq kojinni urinib qolmagan, multirollarga ochib, avtomat korobka, sarsunov knopkalargacha bor. Bitta like bosdingizmi, bosmadingizmi? Like bosib turing-da, luklargacha bor dedim-ku. Xullas, Honda Cruiser bunaqa narxga men o'zim ham ko'rmagandim. Srochni bosib oladigan joyi 1.3 turbina, mashina absolyutni bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Men aytgan joydan boshqa joyda kraskasi chiqmaydi dedilar, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mashinaning salon holatlari ham juda ham go'zal. 13 ming, 14 ming ham oldin sotilardi, bunaqa narsa sotilmaganda. Bitta like bosdingizmi? 10 ming atrofiga shunaqa mashina ko'rganmisiz? 10.600 dollarga srochni bosib olib, barcha do'stlaringizga inomarka qildirgan do'stlarga bu videoni tez jo'natib qo'ying.